Bugungi taomnomamiz mehmoni Dorado. Restoranlarda 200 mingdan 300 ming so'mgacha sotiladigan baliqni uy sharoitida nechpulka tayyor bo'lishini ko'ramiz. Bir dona Dorado balig'ini olib, ichlarini tozalab, ustidan yog', tuz, murch berib, barcha joyiga yetkazib surtib olamiz. Qizib turgan grill tavamizda ikkala tarafiga chiroyli qilib iz tushirib olamiz. Balig'imizning ichki qismi ham xushtan bo'lmog'i uchun ichiga limon hamda saryog' bo'lagidan solib 180 gradusda qizib turgan gaz pechiga 7 daqiqaga mehmonga jo'natamiz. Balig'imizning garnir qismi uchun brokkolidan foydalanamiz. Bu vitaminga boy sabzavotimizni 5-7 daqiqa davomida qaynab turgan suvda qaynatib olamiz. Blender yordamida pyure holatiga keltirib olamiz. Mazasi yanada serliroq bo'lishi uchun suyuq sir yoki smetana, qaymoq mahsulotlaridan foydalansangiz bo'ladi. Tayyor bo'lgan pyuremizga likopchada shakl berib olamiz. Ustidan tayyor baliqni joylashtiramiz hamda o'zimiz xohlagancha bezatamiz. Yana qanday taomlar tayyorlab ko'rishimizni izohlarda qoldiring. Like va podpiska shart emas, taomlarimiz manzur bo'lsa bas.